jinsiy a'zoni qon aylanishi buzilgandan keyin jinsiy zaiflik kasalligiga duch keladi. Hozirgi kunda jinsiy zaiflik nafaqatgina yosh kattalarda, balki yoshlarning ichida ham juda ham ko'payadi. Buni asosiy sabablaridan biri qandli diabet kasalligi hisoblanadi. Qandli diabet kasalligida asosan qon tomirlar zararlanadi. Jinsiy a'zoni qon aylanishi buzilgandan keyin jinsiy zaiflik kasalligiga duch kelasiz. Bunday holatlarda Corona Medline klinikasida jinsiy zaiflikning barcha turlarida PRP terapiya va UVT terapiyalarimiz mavjud. Bu amaliyotlarimiz orqali jinsiy asbobni, ya'ni jinsiy olatni qon aylanishini tiklaveramiz. Qon aylanishi yaxshilangandan keyin jinsiy faoliyat tiklanadi. Jinsiy zaiflikning eng og'ir turlarida ham yo'llarimiz mavjud. Bunday holatlarda vodiyda yagona bo'lib, bizning klinikamizda pineal implant amaliyotini bajarib beramiz. Kimdaki shunday muammolar bo'layotgan bo'lsa yoki sahni diabet kasalligidan jinsiy zaiflikka duch kelayotgan bo'lsangiz, Corona Medline klinikasiga murojaat qiling va Yevropa standartlarida yordamni oling.